Hammaga salom. Sizlar bilan men yana Davronbek Minecraft bo'lmoqdaman. Bugun men sizlarga juda yaxshi 3D modni ko'rsatmoqchiman. U modni Shoha Play degan Telegram kanaldan topib olishlaring mumkin. Men juda mashhur YouTuber emasman, Minecrafter emasman. O'shaning uchun men Telegram akkauntim yo'q. Mana aslahalar, mana o'zini animatsiyalari bilan. Mana qor bola. Mana kulib turibdi, jilmayib. Mana yetellami soqolboyi bor. Soqoli bor mana. Mana u golem. Mana burnini qimirlatib turibdi mana. Suv ostida. Mana suv ostida mana bitta ikkitalari bor. Xo'sh, va mana suvga tushdi. Mana bunaqa animatsiyalar va bu yerda fuga baliqchasi va boshqa baliqlar bor. Nega tiqilib turibdi desalaring, bu yerda joy kam bo'lgani uchun men o'shaning uchun mana tiqiltirib qo'ydim. Fuga meni chaqyapti. Amali bu yerda men akselot negadir zombilardan qo'ygan bo'lardim, lekin paydo bo'lmadi. Xo'sh, mana bu yerda sigirlar mana bunaqa sigir, shalker, qo'y. Mana. Xo'sh, men bu yerga slime qo'ymoqchi edim. Bunisi ham paydo bo'lmadi, o'shaning uchun ot qo'ydim. Xo'sh, mana ot. Har doimgidek mana. Xo'sh, qolganlarni o'zlaring ko'rib olaverasizlar. Bu yerda Nether. Hozir Netherga borib kelamiz. Xo'sh, Netherni ko'radigan bo'lsak, kiryapti. Netherga ham kirishi juda asta. Mana kiryapti. Bu mod bilan men o'zim umuman boshqa o'ynamoqchi emasman. Mana kirdi Netherga. Netherda xo'sh, mana bitta rudalar bor mana. Bu yoqqa nima bo'lgan? Chanklar yaxshi to'g'rilanmagan bo'lsa kerak. Men portaldan boshqatdan kiray. O'shandan keyin sandiq narsalarni sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, mana bu yerda sandiqda bor mana. Hammasini olaylik. Inventarimga sig'mayapti. Xo'sh, mana ko'rib turibsizlar, xuddi real hayotda otayotgandek bo'lyapti mana. Xo'sh, durbin. Mana otlar. Fuga baliqchasi, lekin uncha yaxshi emas ekan mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana tuxum debman. Qor o'zidan o'zi mana g'alati to'rtburchak bo'lmoqda mana. To'rtburchak bo'lib otilyapti, g'alati bo'lib. Mana. Bu mana shamol mana. Shamol ham xuddi 3D modelda. Va nima edi buni oti? Mesmi o'sha narsa 3D modeli. Ko'rib bemalol qilib olsalaring bo'lar mana. Xo'sh, hozir boshqa narsalarni men olmoqchiman mana. Mana kamon, xuddi real hayotdagidek bo'lyapti mana. Totem. Olmoqchiman. Fairburg, xo'sh, mana ikkinchida edi. Hozir. Xo'sh, endi menga yetib chopgansan, uni qilgansan, buni qilgansan demanglar. Men shunchaki bu mod mana.
ketyapti. Mana Fairboardga 2 ta modeli. Hozir. Men orqamachasiga qilib sizlarga ochib ko'rsatmoqchiman. Mana. Ketyapti. Uzoqqa ketib qolibman. Adashmasam mana shu tarafda edi. Yog'ini uchib ketmoqchiman. Juda uzoqqa ketib qolibman, hattoki topa olmadim. Qayerda ekan? Menda zombilar paydo bo'lmay qoldi. O'shaning uchun o'zlaringiz qilib qo'yib olishinglar mumkin. Juda uzoqqa ketib qolibman. Bu yerda tuxum bo'lishi kerak edi. Mana ha. Настройкаga kiring. Mana. Jo'ja. Mana. Jo'ja ham xuddi to'g'ri oddiy Minecraftga o'xshatib oq emas. Mana sap-sariq. Xuddi haqiqiy hayotdagiday. Mana tovuq. Negadir men asosiy joyini topa olmadim. Aslahalarni ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Uyog'ini modni tortib olganlaringizdan keyin ko'rib olasizlar. Men endi har kuniga 2 tadan video chiqarishga harakat qilyapman. Agar 2 tadan video chiqmay qolsa, meni bo'sh vaqtim uncha bo'lmay qoladi. Agar bir kuniga umuman video chiqmasa, meni bo'sh vaqtim umuman bo'lmay qolishi ham mumkin. Endi men buni Shoha Play'dan ko'rdim. Men bu modni ko'proq odam tortishini istayman. Endi menga aytib gapirish yo'q. Chopgansan, boshqasidan chopgansan deb gapirish yo'q. Men shunchaki bu modni ko'p kishi olishini xohlayman. Bu ikkinchi kunim. Video olayotganimga birinchi videoda men 13-qishloq qanday topishni aytganman. Hammaga xayr, like, obuna esdan chiqmasin. Kommentariya yoniq bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldirishingizni xohlar edim. Hammaga xayr. Video tugadi.